Ipak qurtini boqish, uni bir oy davomida uzluksiz oziqlantirish, kasallanishdan himoyalash ko'p e'tibor, mehnat talab etadigan ishdir. Bugungi kunda pilla yetishtirish bilan shug'ullanish aholining qulay daromad manbaiga aylanmoqda. Bu orqali bir mavsumda 10-15 million so'mdan ortiq daromad topish mumkin. Ayniqsa bu jarayonga vaqtincha ishsiz, muqim daromadga ega bo'lmagan xotin-qizlarning faol jalb etilganligi, ularning bandligini ta'minlanishi, yaxshi mablag' topishini kafolatlamoqda. Davlatimiz tomonidan pilla yetishtiruvchilarning moddiy manfaatdorligi oshirilayotganligi, aholiga pilla yetishtirish uchun subsidiyalar berilayotganligi, uni yetishtiruvchilar daromad solig'idan ozod qilinganligi, ipak qurti parvarishlash va bunga bog'liq jarayonlarda bir mavsum shug'ullanish mehnat stajiga 1 yil bo'lib qo'shilishi va bu pensiya hisoblashda inobatga olinishi va shu kabi sohani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator imkoniyat, imtiyozlar sabab bugun aholi o'rtasida pilla yetishtirishga qiziqish ortib boryapti. 3 yildan beri shu yerda mavsumiy ishda ishlab kelaman. O'zimni o'zim band qilaman. Stajim o'tadi 1 yilga. Bizga qulay. Yosh bolalarimiz bor. Bir oyda ichida 5-6 million uyda o'tirgan xotinni ish bilan ta'minlaydi. Ilgari qora mehnat ko'p bo'lgan. Pechkalarga olovlar yoqib, chaqaloqqa qaraganda bir oy qiynalib boqib qaraganmiz. Hozir zamonaviy texnologiyada uncha qiyinchilik ko'rmaysiz. Asboblar yetarli. Qo'l mehnatini tejaysizda, qiynalmaysiz ko'p. Hozir Xitoy texnologiyalari asosida biz boshqacha usulda boqib katta qilyapmiz qurtlarni. Ipak qurti bejizga 7 xazinaning biri deb aytilmagan. Jahon bozorida ipak mahsulotiga bo'lgan talab tobora oshib borayotganligi hisobga olinib, mamlakatimizda bu tarmoqni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kun pillakorlari zamon talabiga mos bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi zaruratga aylanyapti. Kitob tumanining Yakkatut mahallasi ayollari ham har yilgi pilla mavsumida faol ishtirok etib keladi. 2025-yilgi mavsumni ular yangi yondashuv bilan boshlaydilar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-yanvardagi xotin-qizlarni pillachilik sohasidagi bandligini bosqichma-bosqich ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan sohada ishlash istagida bo'lgan aholi, shu jumladan xotin-qizlar qisqa muddatli o'quv kurslarida o'qitilmoqda. Qurtlarni kasallanishlarni oldini olish bo'yicha o'qitildi. Ulardan qanday foydalanish kerakligi, barglarni qanaqa holatda tutishi, ularni masalan ko'chalarda barg olingan vaqtda chang bo'lib qolish holatlari bo'ladi, ularda kasallanishlar ko'payadi. Ana shularni oldini olish maqsadida asosan ular o'qitildi. 25 ta xotin-qizimiz o'qitilgan bo'lsa, shu yil hisobi boshidan hozirda 40 nafar xotin-qizimizni o'qitib, aprel oylarida 350-400 nafar xotin-qiz shu yerda mavsumiy ish bilan band bo'lib, shu yerda bandligini ta'minlaymiz. Yakkatut mahallasi xotin-qizlar faoli sifatida xatlov natijasida ishsiz xotin-qizlarda har bir xonadonlardan 152 nafar xotin-qiz aniqlagan bo'lsam, hozirda ularni o'zlarini yo'nalishlari, o'zlarini masalan kelib chiqqan qiziqishlariga muvofiq ish bilan band qilish, ularni ishga joylashtirish va ularni o'qishga yo'naltirish kabi faoliyatlarni olib bormoqdamiz. Lider xotin-qizlarimiz bor, hunarmand xotin-qizlarimiz bor. Ana shularga bir ustaga 10 shogird tamoyili asosida har birlariga xotin-qizlarimiz, hunarmand xotin-qizlarimiz har birlariga 10-15 tadan xotin-qizlarimiz biriktirganmiz. O'qish jarayonlari ketyapti va ular ham sertifikatlarni olib, o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha ishga joylashtirish imkoniyatini ko'rmoqdamiz. Viloyatimizda joriy yil pillachilikda 135.893 nafar aholining bandligi ta'minlanishi rejalashtirilgan. Shundan 2025-yilda xotin-qizlarni pillachilik sohasida qisqa muddatli o'quv kurslarida o'qitish rejasi 51.085 nafarni tashkil etadi. Joriy yilning birinchi choragida 25.849 nafar xotin-qizlar mazkur kurslarda o'qitilib, sertifikatga ega bo'ldi. Qaror ijrosini ta'minlash uchun bugungi kunda xotin-qizlarni pillachilik sohasida bilimlarini yanada oshirish uchun seminar tashkil qilganmiz. Bu seminarga biz o'qituvchilarni jalb qildik, agronomlarni jalb qildik va ularga pillachilik sohasidagi yangi bilimlarni berishga harakat qilyapmiz. O'tgan yilgidan sifatliroq mahsulot olmoqchimiz. Ko'proq ayollarimizni band qilmoqchimiz. Shuning uchun ularning bilimini yanada oshirishga harakat qilib, seminar tashkil qildik. Pillachilarimizni, kasanachilarimiz bosqichma-bosqich o'qitish uchun 3470 nafar xotin-qizlarimiz o'qityapmiz.
Hozirgi kunda viloyatda 6 ta pillachilik klasteri, bitta urug'chilik korxonasi, bitta tutchilik xo'jaligi mavjud bo'lib, ularda bu yilgi ipak qurti parvarishlash mavsumiga qizg'in tayyorgarliklar olib borilmoqda. Joriy yilda 47 ming quti ipak qurti urug'ini parvarishlash hisobidan 2858 tonna pilla yetishtirish maqsad qilingan. Talab etiladigan miqdordagi ipak qurti urug'ining 33 ming qutisi Xitoy davlatidan keltiriladi. Qolgan 14 mingdan ortiq quti ipak qurti urug'lari Kitob tumanida joylashgan mahalliy urug'chilik korxonasida yetishtiriladi. Bizlar korxona asosan pilla ipak qurti urug'ini, sifatli ipak qurti urug'ini ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. Hozirgacha doimiy ish o'rnimiz 30 nafar yoshni ish bilan ta'minlaganmiz. Mavsumiy 500 nafargacha bo'lgan xotin-qizlar, ishsiz yoshlar ish bilan ta'minlaymiz. Pillachilar mehnatini biz odatda mahsulot tayyor bo'lganda ko'ramiz va his qilamiz. Lekin bu jarayonlarga qachondan tayyorgarlik ko'rishni boshlanadi? Bu yilgi mavsumga pillachilar qanday tayyorgarlik ko'ryapti? Mana shu savollarga javob topish uchun biz korxona ish boshqaruvchisiga yuzlanamiz. Pillachilik mavsumiga qanday tayyorgarliklardan boshladingiz? 2025-yil jarayon avvaldan aprel oyidan boshlanadi. Atay bizada ishxonamizga, tashkilotimizga mart oyidan boshlaymiz. Mart oyida nima uchun boshlaymiz? Chunki xonalarimizda dezinfeksiya qilish jarayonlari, kim boqoladi, kim boqolmaydi, kimning uyida sharoiti bor, kimning uyida sharoiti yo'q, hammasini aniqlab biz qilamiz. O'tgan yili mana shu joyda o'zi 400-500 ta mavsumiy ishchi jarayon olib kelganmiz. Bu yil urug'imiz ko'p rivojlanib kelsa, o'sha 1000 tagacha aholini jalb qilgan holatda ishlasam bo'ladi. Ayollar, xotin-qizlarimiz nima uchun jalb qilinadi? Ayollar faqat qo'l mehnatida bittalab ipak qurti pilla bo'ladigan bo'lsa, pillani kesish jarayoni, uni ichidan chiqaradigan g'umbakda erkak ayolini ajratish jarayonlari, ko'zini o'tkirli narsasi bilan, shuning uchun bizga asnosi ayollar ko'proq jalb qilinadi. Masalan, bir oy mashaqqatli mehnat qilgan ayol qancha daromad ko'rishi mumkin? O'rtacha bir korobkadan 20 million daromadga chiqiladi. Har bitta korobkaga o'rtacha 2 ta 3 ta ayol xotin-qizimiz, 3 ta 4 ta erkak qamrab oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda o'tgan yili pilla hosilidan 10 million AQSh dollari qiymatida pilla mahsuloti eksport qilingan edi. Joriy yil bu ko'rsatkichni 20 million AQSh dollariga yetkazish maqsad qilingan. Buning uchun 191 ta inkubatoriyalar ipak qurti ochirish jarayoniga tayyor holatga keltirildi. Ipak qurti parvarishlash uchun zarur bo'lgan moddiy texnika resurslari zaxiralari yaratildi. Mavsumga 178 nafar agronom, 572 nafar yordamchi inkubator jalb etildi. Shu bilan birga pilla yetishtirish uchun ozuqa bazasini yanada kengaytirish maqsadida 150 gektar hosildan qolgan yerlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Ayni vaqtda viloyatda 12 million dona tut va 7800 gektar tutzor mavjud. O'tgan yilgi mavsumda hosildorlikdan qolgan ushbu yerlarga yangi ko'chatlarni ekish maqsadida ayni vaqtda Chiroqchi tumanida 3000 dona ko'chat ekish ishlariga start berildi. Pillachilikning rivoji ko'p jihatdan ipak qurti ozuqasiga bog'liq. Shu sabab ham yangi tutzorlar barpo etish, yakka tut qatorlarini ko'paytirish, mavjud tutzorlarni modernizatsiya qilish, yuqori hosil beradigan, ozuqa qiymati yuqori tut ko'chatlarini yaratish dolzarb masalalar hisoblanadi. Shu maqsadda Chiroqchi tumanining Dam mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 70 sotiq yer maydoniga tut ko'chatlari ekilib, ularni yetishtirish uchun kasanachilarni biriktirish ishlari olib borilmoqda. Bu tutzorlarimiz 11400 ta kasanachilarimizga shartnoma asosida bo'lib berilgan. Kasanachilarimiz bizlarga yiliga 2 marta pilla boqib beradi. Qolgan payti tutzorlarimizni ichidan qator orasiga o'zlarini kundalik ehtiyojlari uchun sabzavot ekinlar ekib, bundan daromad olishadi. Tutzorlar asosan kam ta'minlangan, kam daromad oilalarga bo'lib beriladi. Joriy yil bahor va kuzgi tut ko'chat ekish mavsumida 12 million tub tut ko'chatlari ekish rejalashtirilgan. Hozirgacha shundan 5 million donasi tumanlarda ekildi. Yangidan tashkil etilayotgan tutzorlar yurtimizda pilla yetishtirish hajmini oshiribgina qolmay, aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratilishiga sabab bo'lmoqda. Bir so'z bilan aytganda, aprel oyidan boshlanadigan ipak qurti yetishtirish mavsumiga qashqadaryolik pillakorlar har tomonlama tayyor.